Assalomu alaykum o'rtoqlar. Premiere Pro'da kichkina bir mini darslik qilib sizlarga bitta effektni ko'rsatib tushuntirib bermoqchiman. Bu effektimiz stroke degan effekt bo'ladi. Mana bu stroke. Mana shu effekt. Bu narsa nima qilib beradi? Bu hozir sizga ko'rsataman. Mana stroke'ni mana bu video faylimizga tashlaymiz, keyin FX Control panelimizga o'tamiz. Xo'sh, bu yerda stroke'ni topamiz. Mana stroke chiqyapti. Mana shu yerda pre-transform degan joy bor. Mana shuni Apple qilamiz. Apple tak bu yerda 50 bo'ldi. Mana shuni 50 emas, scale'ni где-то 90 qilib qo'yamiz. Kadrga e'tibor bering, kadrimiz kichkina bo'ldi. Endi bu yerda mana bu yerda color degan narsa bor. Mana shu colorni oq qilamiz. Xohlasangiz boshqa rang qilishingiz mumkin. Bu effekt, stroke, bu kadrga mana shunday ramka qo'shadi. Mana atrofiga ko'rgan bo'lsangiz, mana ramkasi chiqdi. Endi bu ramkani misol uchun sal kengaytirish mumkin. Mana bu scale orqali kadrni bunday kichkina, katta qilishingiz mumkin. Xullas, bu stroke'ning asosiy vazifasi o'sha kadrga ramka qo'shish. Shunday qilib siz o'zingiz mana shu kadrlaringizga mana shunaqangi ramka qo'yishingiz mumkin. Buni xohlagan misol uchun rangini o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu yerdan yoki mana bu surprise degan knopka bor. O'shanga bossangiz ham har xil effektlar bo'ladi. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Endi bu ramka yana ham aniqroq ko'rinish uchun, misol uchun video fayl tagiga, ya'ni background'iga bironta boshqa fayl tashlab qo'ysak, mana buni tashlasak, ko'rinadi. Mana ramkaning chegaralari aniq ko'rinadi. FX Control'dan. Xullas, kadrga bu oddiygina effekt o'zi, endi shunchaki sizga ko'rsatib berdim. O'zi joyi bo'ladi. O'sha joyi kelgan vaqti kerak bo'lib qoladi-da mana shunaqa effekt ham. O'shani bilib qo'yganingiz yaxshi. Bunaqa video darslar o'rtoqlar yana davom etadi. Hali yana ko'p chiqaraman. Bu hozir eng oddiysidan boshladim. Yana keyinchalik ko'proq bunaqangi darsliklar chiqarib boraman kanalimda. Kanalimda o'rtoqlar podдержка qilib turishlaringizni sizlardan so'ragan bo'lardim. Telegram kanalimda. Telegram kanalimda sizlardan bitta podдержка bo'ladi, qo'llab-quvvatlash. Mana bu reklama chiqadi har zamon kanalimda. Har zamon emas, har kuni kechqurun chiqyapti. Mana shu reklamani, mana bu yerda silkasi bor. Mana shu silkasiga shunchaki bitta bosish kerak, open qilasiz. Mana bunaqa bir nima chiqadi. Buni yana yopib tashlaysiz. Misol uchun mana tepada ham bitta reklama bor. Mana shuni mana bu silkasiga bitta bosish kerak, open qilasiz, bir nimalar ochiladi. Bu yerda xohlasangiz ko'ring, xohlamasangiz ko'rmang. Shu orqali meni ozroq qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Sababi mana shu kliklar orqali menga ozgina arzimagan summa kelib tushadi shu reklamaning orqasidan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.